Qizoyim, oying senga bu so'zlarni aytmagan bo'lsa, men senga yetkazay. Hech kim ro'zg'or ishlariga tap tayyor bo'lib bormaydi. Ammo bo'ying ko'ringandan boshlab astoydil niyat qilaver. Bir joyga kelin bo'lsam, zehnim bilan g'ayratimni astoydil ishga solaman. Alloh madad beradi. Inshaalloh hamma ishning ustasi bo'lib ketaman degin. Buning nomi ixlos. E'tibor berganmisan, o'z uyida sezilmaygina yurgan, hatto dangasagina bo'lgan ayrim qizlar kelin bo'lganda ta'riflari tilga tushib ketadi. Inson qilgan ishini inson albatta uddalaydi. Faqat astoydillik kerak. Ro'zg'orning qaysi buyumini ushlasang, muhabbat bilan ushla. Ovqat tayyorlar paytingda qozonga mehr bilan egil. Har ishni boshlashdan avval uni albatta a'lo darajada bajaraman deb niyat qil va shunday qilishingga ishon. Mana ko'rasan, shunday bo'ladi ham. Odamlar ham rangli qalam kabi xilma-xil. Qanday ayolga kelin bo'lasan, Xudo biladi. Astoydil tilab borki, istarangni issiq ko'rsatsin. Chunki hamma ishing shu hovliga tushib turibdi. Sen bu yerga ko'chingni emas, umringni ko'chirib kelyapsan. Chamanzormi, tikonzormi, shu yer endi senga vatan. Fe'li tekis bo'lmagan qaynonani ham yomon ko'rmayman, eritib olaman. Shu uyga albatta ko'nikib ketaman deb niyat qilgin.